Hurmatli do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun 3 ta xonadon xursand qilgan mahallaga kelganmiz. Lekin bolajonlarga ham 200 pardan ko'p oyoq kiyim olib kelganmiz. Mana Odil savdosiga tushib qoldi mana. Albatta savdo deganda pulga emas, tekinga bolajonlarga hayitga xudo xolasa oyoq kiyim olib keldik. Undan keyin produktlarni tarqatamiz. Bolajonlar ko'payyapti, talpanlikni olib ketmasak bo'ldi. Amin. Topganingizga Alloh baraka bersin. Amin. Men nevaralarim sizga o'xshab mana shunaqa ehson qiluvchilarga Internetdagi bola akalarim ham duo qiling. Internetdagi. sizga ham подписчиklaringiz. Mana подписчиlar. Shularni ham topganiga Alloh baraka bersin. Musofirlarga eson-omon kelsin, oilasi bag'riga. Kasali borlarga shifo bersin. Oboqda bugun bilyapman, ko'p ekan xonadon. Yetmaganlarga hayit kuniga olib kelamiz. Va'da. Muzik skazam, muzik deydi. Hurmatli opa-ukalar, keyingi hafta hayitga biza To'sni tomon ko'proq va'da berdik, chunki xonadon juda ko'p, kamida 30 ta emas, 50-60 ta korobka qilib kelamiz dedik. Agar keyingi hayitga biza bilan kim birlashmoqchi bo'lsa, asrori nomerini qoldiraman, kim o'zini produktasi bilan qoplab un yoki guruchlardan yordam qilaman desa, yoki qanaqadir bir ishlab chiqarishi bo'lsa, asrorga telefon qilinglar, vaqtiga yozinglar. Keyingi hafta shu mahallani xursand qilib keling. Chunki bugun biza 5 dan birini xursand qila olamiz. 5 dan haligi to'ri xafa bo'lib qolishmasin, ularga va'da berilyapti. Hayit kuniga kelamiz deymiz. Balki 50 ta niyat qilamiz korobka, balki 100 ta korobka qilamiz. Hammamiz aytgan rozi bo'lsin.